Qilar ishni qilib qo'yib, keyin podkastlarga borib, tarmoqlarda jonli efir qilib o'zini oqlaydigan shaxslar ko'pchilikning me'dasiga tegib qoldi. O'z vazifasini unutib, kerak bo'lsa jahon darajasidagi futbolchini o'zim o'stirganman deb da'vo qiladigan insonlar ham bor oramizda. Ha mayli. Abduqodir Husanov ortda qolayotgan haftada klubining ketma-ket o'yinlarida maydonga tushmadi. Bundan biroz hafsalasi pir bo'lgan o'zbekistonlik futbol ishqibozlarini o'smir futbolchilar jahon chempionati yo'llanmasini qo'lga kiritib, harna o'tdi. O'zbekiston Osiyo Kubogi mezbonligi uchun ariza topshirdi. Tugayotgan haftada Yevropa Chempionlar Ligasi chorak finalining shiddatli o'yinlari bo'lib o'tdi. Sanab o'tgan mavzularimiz haqida bugun Qalampiruzning Sport Digestida batafsil so'z ochamiz. Assalomu alaykum. Saudiya Arabistoni mezbonlik qilayotgan futbol bo'yicha o'smirlar o'rtasidagi Osiyo chempionatining ikkinchi turida O'zbekiston terma jamoasi xitoylik tengqurlari bilan bahs olib borib, g'alaba qozondi va muddatidan avval shu yil Qatarda o'tadigan jahon chempionatiga yo'llanmani qo'lga kiritdi. Uchrashuvda dastlab Xitoy vakili Jang Chengrui hisobni ochdi. Birinchi bo'limga qo'shib berilgan daqiqalarda Sadriddin Hasanov muvozanatni tikladi. Bahs yakunlanishiga bir necha daqiqa qolganda, aniqrog'i 86-daqiqada Asilbek Aliyev g'alaba golini kiritdi va jamoadoshlarining muvaffaqiyatini ta'minladi. Shunday qilib Islom Ismoilov boshchiligidagi o'smirlar terma jamoasi muddatidan avval shu yil Qatarda o'tkaziladigan jahon chempionati yo'llanmasiga ega chiqdi. Guruhdagi ikkinchi o'yinda mezbon Saudiya Arabistoni terma jamoasi Tailandni 3-1 hisobida yengib, O'zbekiston bilan birga mundial yo'llanmasini qo'lga kiritdi. E'tiborlisi, O'zbekiston terma jamoasi oxirgi turda mezbon Saudiya Arabistonini ham ayab o'tirmadi. 3-tur doirasida O'zbekiston terma jamoasi mezbon Saudiya Arabistoni bilan kuch sinashib, yirik 3-0 hisobida g'alaba qozondi. Islom Ismoilov shogirdlari o'yindagi har 3 golni ikkinchi taymda kiritdi. Jamshidbek Rustamovning dubli va Asilbek Aliyevning goli O'zbekiston o'smirlar terma jamoasini guruhda birinchi o'rin bilan chorak finalga chiqishini ta'minladi. Bahs davomida Saudiya Arabistoni penaltidan ham foydalana olmadi. Shunday qilib oq bo'rilar 3 ta o'yinda 3 ta g'alaba qayd etib, 9 ochko bilan chorak final yo'llanmasiga ega chiqdi. O'zbekistonlik futbolchilar play-off bosqichida B guruhida ikkinchi o'rinni egallagan jamoa bilan kuch sinashadi, ya'ni Birlashgan Arab Amirliklari bilan. Ushbu o'yin 13 aprel kuni Toshkent vaqti bilan 22:15 da start oladi. O'yinga Toif shahridagi Qirol Faxd stadioni mezbonlik qiladi. 11 aprel kuni Osiyo futbol konfederatsiyasining 35-kongressi oldidan OFK ijroiya qo'mitasining 6-yig'ilishi bo'lib o'tdi. Unda 2031-yilda bo'lib o'tadigan Osiyo Kubogiga mezbonlik arizasini topshirgan davlatlar ma'lum bo'ldi. Osiyo futbol konfederatsiyasiga 2031-yilda bo'lib o'tadigan Osiyo Kubogiga mezbonlik qilish uchun 7 ta nomzoddan ariza kelib tushgan. OFK prezidenti Shayx Salmon bin Ibrohim Al-Xalifa bu tashabbuslarni turnir tarixidagi eng yuqori ko'rsatkich deya baholadi. Kelib tushgan rekord darajadagi arizalar bu turnirning nufuzini yana bir bor tasdiqlaydi. OFK ijroiya qo'mitasi nomidan barcha a'zo assotsiatsiyalarimizga chuqur minnatdorlik bildiraman, deydi OFK prezidenti. Qayd etilishicha, OFK 2025-yil 31-martgacha milliy terma jamoalari o'rtasidagi qit'a birinchiligini o'zida qabul qilish uchun Avstraliya, Hindiston, Indoneziya, Janubiy Koreya, Kuvayt, Birlashgan Arab Amirliklari assotsiatsiyalaridan arizalarni qabul qildi va albatta O'zbekiston, Tojikiston va Qirg'iziston Respublikasi qo'shma arizasi ham qabul qilindi. Endilikda OFK nomzod assotsiatsiyalar bilan belgilangan vaqt va talablar asosida tanlov hujjatlarini tayyorlash hamda topshirish jarayonini boshlaydi. Shuningdek, Osiyo futbol konfederatsiyasi ijroiya qo'mitasi yig'ilishida barcha qo'mitalarning, jumladan OFK Osiyo Kubogi tashkiliy qo'mitasi, OFK Moliya qo'mitasi, OFK Musobaqalar qo'mitasi va OFK Professional futbol qo'mitasining qarorlari tasdiqlandi. 12 aprel kuni Toshkent shahrida respublika miqyosida an'anaviy tarzda o'tkaziladigan futbol bo'yicha Davlat xavfsizligi xizmati kubogining Toshkent shahar bosqichini o'tkazish oldidan brifing yig'ilishi bo'lib o'tdi. Yoshlar orasida sportni ommalashtirish va sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish maqsadida o'tkaziladigan turnirning Toshkent shahar bosqichi rasman ochiq deya e'lon qilindi. Davlat xavfsizlik xizmati O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi bilan hamkorlikda o'tkazadigan turnir bo'yicha O'zbekiston Professional futbol ligasi xodimi yig'ilganlarga turnir reglamenti va o'tkazilish tartibi bo'yicha ma'lumot berdi. Mini futbol bahslariga yoshlar, ayollar va temir daftariga kiritilgan ijtimoiy himoyaga muhtoj aholi jalb qilinishi reja qilingan. Aprel va may oylarida DXX Kubogining tuman va shahar bosqich o'yinlari bo'lib o'tadi. Angliya Premyer Ligasi 31-turining markaziy bahsi Manchester United Manchester City o'yinida Abduqodir Husanov maydonga tushmadi. U Pep Guardiola tomonidan zaxirada qoldirildi. Shunday qilib 21 yoshli o'zbekistonlik futbolchi jamoasining ketma-ket 2 ta o'yinida maydonga tushmadi. 30-turda u jamoasining Leicester bilan o'yindagi qaydnomasiga ham kiritilmadi. United bilan bahs oldidan har tugul Husanov
Uchrashuv qaydnomasidan joy oldi. Leicester bilan o'yinda Husanovga shunchaki dam berildi. U Manchester derbisiga asralyapti deyilgandi. Ammo himoyachining United bilan bahsda maydonga tushmasligi muxlislarda turli savollarni keltirib chiqardi. Aytgancha derbi 0-0 hisobidagi durang bilan yakunlandi va mazkur bahs Manchester derbilari tarixidagi eng zerikarli o'yinlardan biri sifatida tarixga muhrlandi. Yana bir holatga e'tibor qaratish kerak. Angliya Kubogidan o'rin olgan Bournemouthga qarshi o'yinning ikkinchi bo'limida Husanov o'rniga maydonga tushgan Nico O'Reilly o'z imkoniyatini qo'ldan boy bermagandi. Aksincha yosh futbolchi ikkita golli uzatmani amalga oshirib, Pep Guardiolaning ishonchini oqlab, jamoasini mag'lubiyatdan qutqarib qolgandi. Natijada u keyingi ikki o'yinda Leicester va Manchester Unitedga qarshi bahsda asosiy tarkibda maydonga tushdi. Shaharliklar rahbarlari Nico O'Reillyning o'yinidan mamnun deb xabar beradi Sun Sport. Klub yosh iqtidor sohibi bilan muzokaralarni boshlab yuborgan va unga 5 yillik shartnoma taklif qilmoqda, lekin Abduqodir Husanovning zaxirada ikkita o'yindan beri maydonga tushmagani uchun fojia yasash noto'g'ri. Qalampurus futbolchining maydonga tushmayotgani bo'yicha mutaxassis fikriga qiziqdi. Abduqodir Husanov terma jamoa o'yinlari uchun Toshkentga keldi va u bilan ro'y bergan voqealarni o'zingiz ham guvoh bo'ldingiz. Bloger va muxlislarini o'rab olishi, hamma Husanov bilan rasmga tushdi, kontentlar qildi. To'g'ri, Husanov professional futbolchi, bunga shubha yo'q, lekin yuqorida aytib o'tilgan holatlar futbolchiga baribir salbiy ta'sir ko'rsatadi, to'g'rimi Akmal aka? To'g'ri. Futboldan chalg'itadi, qanaqadir jihatda panika ham, shunaqasimi hayajon, xato qilib qo'ymaydi, ishni boshlaydi. Bu to'g'ri. Baribir kelgandan keyin hamma narsa skritay bo'lishi kerak. Futbolist terma jamoaga kelgandan keyin u nima qilyapti degan narsalar bo'lishi kerak emas. Menimcha shu 15 minut beriladi, perdigroy trenirovkalarda, to'g'rimi? Medialarga anaqalarga beriladi. O'sha paytda anaqa qilish kerak. Chunki baribir ham har xil narsa bor. Kasal odam kelishi mumkin yoniga. Oddiy o'sha o'yin kuni isitmasi chiqib ketishi mumkin. O'sha City anaqasi ham недоразумение deb не только Husanovga endi biz bilamiz, boshqa legionerlarimizga ham klubidan o'sha anaqa kelgan. Hamma joyda yuraverganiga gap eshitishgan, bunaqa professional futbolistlar bunaqa важный o'yinlar oldidan baribirga ham ommadan uzoqroq yurish kerak. Shu aytaman, oddiy virus yuqtirib qo'ysangiz ham nimaga futbolistlarni bitta joyga yig'adi? Har xil hodisalar bo'lmasin, mashinada stressli, kasal bo'lmasin deb o'shancha yig'iladi-da. Shunaqa paytda ko'p anaqa bo'lib ketdi. Meni fikrim ham shunaqa. Bu baribir negativ o'ynaydi. Uni karyerasi, kim bo'li yosh. Hali bosim ko'tarmashi mumkin. 5-6 yildan keyin menimcha Luboy bosimni ko'taradi. Shunaqa. 12 aprel kuni APL 32-turdan o'rin olgan bahsda Manchester City o'z uyida Crystal Palace'ni qabul qildi va 5-2 hisobda g'alaba qozondi. Ushbu o'yinda shaharliklar safida o'zbekistonlik himoyachi Abduqodir Husanov zaxira o'rindig'ida qoldirildi. Uchrashuvning 8-daqiqasida mehmonlar vingeri Eze hisobni ochdi. 21-daqiqada Richard hisobni 2taga oshirdi. 33-daqiqada De Bruyne jarima zarbasidan gol urib, hisobni qisqartirdi. Misrlik hujumchi Marmush tarozi pallasini 36-daqiqada tenglashtirdi. Ikkinchi taymda Kovacic, Maketi va O'Reilly gol urib jamoasining g'alabasini ta'minladi. Shu tariqa ushbu g'alabadan keyin Manchester City ochkolarini 55 taga yetkazib olgan holda turnir jadvalida 4-o'ringa ko'tarilib oldi. Husanov esa jamoasining ketma-ket 3-o'yinida ham maydonga tushmadi. Manchester Cityning norvegiyalik hujumchisi Erling Haaland jamoani tark etishi mumkin. 24 yoshli futbolchi so'nggi natijalar tufayli ingliz klubidan norozi. Shu sababli u jamoasini o'zgartirish imkoniyatini ko'rib chiqmoqda. Erling klubni tark etish to'g'risida yakuniy qarorga kelsa, uni ushlab turish qiyin bo'ladi, garchi uning shartnomasi 2034-yilgacha mo'ljallangan bo'lsa ham. PSG va Bavariya futbolchi atrofidagi vaziyatni kuzatib bormoqda. Qayd etish joiz, Erling Haaland Angliya Kubogi chorak finalida Bournemouthga qarshi o'yinda to'pig'idan jarohat olgan edi. Manchester City bosh murabbiyi Pep Guardiola norvegiyalik futbolchi 5-7 hafta maydonga tushmasligini aytdi. Joriy mavsumda Haaland Manchester City safida barcha turnirlar doirasida 40 ta o'yin o'tkazib, 30 ta gol urdi va 4 ta golga assistentlik qildi. City mavzusidan uzoqlashmaymiz. Manchester City klubi yangi o'ng qanot himoyachisini sotib olmoqchi. Shaharliklarning yangi sport direktori Ugo Viana yozgi mavsum oralig'ida ushbu pozitsiyani egallash variantlarini ishlab chiqmoqda. Hozircha bu pozitsiya uchun nomzodlar e'lon qilinmagan. Italiya chempionatining 31-turidan o'rin olgan markaziy uchrashuvda Roma va Turinning Juventus jamoalari o'zaro to'qnash keldi. O'yin Rim shahridagi Olimpico stadionida bo'lib o'tdi va 1-1 hisobida yakunlandi.
Uchrashuvda hisob 40-daqiqada ochildi. Juventus yarim himoyachisi Manuel Locatelli gol muallifi bo'ldi. 49-daqiqada esa zaxiradan maydonga tushgan o'zbekistonlik Eldor Shomurodov hisobni tenglashtirdi. Burchak zarbasidan keyin Nidika boshi bilan zarba berdi. Juventus posboni to'pni qaytardi. Qaytgan to'pni esa Shomurodov raqib darvozasiga joylab qo'ydi. Shomurodovning deyarli bir taym ko'rsatgan o'yini SofaScore tomonidan 7.2 ballga loyiq ko'rildi va o'zbekistonlik 29 yoshli forvard bahsning eng yaxshi futbolchisi bo'ldi. Roma va Juventus o'rtasidagi A Seriya 31-turdan o'rin olgan markaziy uchrashuvdan keyin Rim klubi safida gol urgan o'zbekistonlik hujumchi Eldor Shomurodov o'yindan keyingi fikrlarini bildirdi. Maydonga chiqishdan oldin murabbiy Ranieri Doubikni hujumda qo'llab-quvvatlashimni so'radi. Ikkinchi bo'limni yaxshi boshladik, afsuski g'alaba qozona olmadik. Bizda ikkinchi gol urish uchun imkoniyatlar bo'ldi va holanki Juventusga qarshi o'yindagi 1 ochko yaxshi natija deydi Shomurodov. Hujumchi gol urganidan xursandligini yashirmay, ko'proq gol urmoqchi bo'lganini qo'shimcha qildi. Albatta xursandman, ammo dublga erishganimda yanada xursand bo'lardim. Keyingi o'yinga yaxshi tayyorgarlik ko'rishimiz va shu saviyadagi o'yinni davom ettirishimiz kerak. Asosiysi muxlislarni xursand qilish deydi hujumchi. Ma'lumot uchun 29 yoshli o'zbekistonlik forvard joriy mavsumda Roma safida barcha musobaqalarda 30 ta o'yin o'tkazib, 6 ta gol urdi va 3 ta golli uzatmani amalga oshirdi. 9-aprelga o'tar kechasi Yevropa Chempionlar Ligasi chorak final ilk o'yinlari bo'lib o'tdi. Unda Arsenal o'z uyida Real Madridni yirik 3-0 hisobida mag'lub etgan bo'lsa, Bavariya o'z uyida Interga mag'lub bo'ldi. Arsenal Real o'yinining birinchi taymida hisob ochilmadi. Ikkinchi taymning 58-daqiqasida Declan Rice jarima zarbasidan keyin hisobni ochdi. 70-daqiqada Rice'ning o'zi yana bir bor jarima zarbasini qoyil maqom ijro etdi va hisobni 2-0 ko'rinishga keltirib qo'ydi. Oradan 5 daqiqa o'tib, ya'ni 75-daqiqada Mikel Merino hisobni yiriklashtirdi. Qo'shib berilgan daqiqalarda madridliklar yarim himoyachisi Eduardo Camavinga hakam tomonidan qizil kartochkaga loyiq ko'rildi. Shu tariqa dastlabki o'yin kanonirlar foydasiga hal bo'ldi. Madridda Real 3 ta to'p farqini yo'qqa chiqarishga urinib ko'radi. Javob o'yini 17-aprelga o'tar kechasi bo'lib o'tadi. Myunxenda o'tgan ilk o'yinda Bavariya o'z uyida kutilmaganda Interga mag'lub bo'ldi. O'yinning 38-daqiqasida Lautaro Martinez mehmonlarni hisobda oldinga olib chiqdi. Ikkinchi taym oxirida, ya'ni 85-daqiqaga kelibgina Thomas Müller gol urib hisobni tenglashtirdi. 88-daqiqada Fratesi milanliklarning g'alaba golini kiritdi. Shu tariqa Inter mehmonda g'alabaga erishdi. Klublar o'rtasidagi javob o'yini 17-aprelga o'tar kechasi bo'lib o'tadi. 10-aprelga o'tar kechasi Yevropa Chempionlar Ligasi chorak finali ilk o'yinlari davom ettirildi. Unda Barselona o'z uyida Borussia Dortmundni 4-0 hisobida, PSG Parc des Princes Aston Villani 3-1 hisobida mag'lub etdi. Ushbu o'yinning 25-daqiqasida mezbonlar vingeri Rafinha Kubarsining zarbasidan so'ng to'pga tegib qo'ydi va golni o'z hisobiga yozdirib qo'ydi. Ikkinchi taymning 48 va 66-daqiqalarida Robert Lewandowski dublni rasmiylashtirib, hisobni 3-0 ko'rinishga keltirdi. 77-daqiqada Lamine Yamal o'yindagi so'nggi nuqtani qo'ydi. 4-0. Uchrashuv yakunida bir e'tiborga loyiq hodisa ro'y berdi, ya'ni Barselonaning so'ngan yulduzi Ansu Fati Lamine Yamalning o'rniga maydonga tushdi va uni muxlislar qarsaklar bilan qarshi oldi. Shu tariqa kataloniyaliklar ilk o'yinda yirik hisobda g'alaba qozondi va bir oyog'i bilan keyingi bosqichga qadam tashladi. Parijda bo'lib o'tgan o'yinning 35-daqiqasida Birmingemliklar vingeri Morgan Rogers hisobni ochdi. PSG golga erta javob bera oldi va 39-daqiqada Desire Douye shedevr zarbasi bilan hisobni tenglashtirdi. Ikkinchi taymni parijliklar faol boshladi hamda gruziyalik vinger Xvicha Kvaratskhelia 49-daqiqada gol urib hisobni 2-1 ko'rinishga keltirib qo'ydi. Uchrashuv yakunida, ya'ni 90+2-daqiqada Nuno Mendes o'yinga yakuniy nuqtani qo'ydi. Shu tariqa Luis Enrique qo'l ostidagi PSG ilk o'yinda g'alaba qozonib, imkoniyatlarini yaxshilab oldi. Ma'lumot o'rnida ikkala uchrashuvning javob o'yinlari 16-aprelga o'tar kechasi bo'lib o'tadi. O'yinlar Toshkent vaqti bilan 00:00 da start oladi. Bu ortda qolayotgan hafta sportga oid eng muhim voqealar edi. Qalampuruzning Telegramdagi sport kanaliga obuna bo'lib, qaynoq sport xabarlarini birinchilardan kuzatib borish imkoniyatini qo'lga kiriting. Keyingi hafta so'ngida ko'rishguncha